yana nido qilishadi. Falonchining o'g'li falonchi, itoatsiz, gunohkor falonchi. Alloh uni o'ziga yaqinlashtiradi va unga o'z pardasini tortadi va aytadi: "Ey falonchi, eslaysanmi sen falon kuni falon gunohni sodir qilgan eding?" U o'z Robbisini itoatsiz holda uchratdi. Qanchadan qancha tunni u Allohga itoatsizlikda o'tkazdi. Qanchadan qancha tunlarni gunohlarda va fahshda o'tkazdi. Qanchadan qancha kun va tuni Allohga itoat qilmadi. Qancha gunohlarni oshkora sodir qildi. U aytadi: "Men senga falon yerda itoat qilmadim." Jabbor zot uni gunohlarni tan olishga majbur qiladi. Uning g'azabi chegaraga yetib bormagunicha. Jabborning g'azabi chegaraga yetib bormagunigacha. Ey mening maloikalarim, tutinglar uni. Uni mening azobimga uloqtiringlar. Mening oldimda bir tomchi ham hayos bo'lmagan uchun mening g'azabim chegaraga yetdi. Va uning kitobi chap qo'liga beriladi. Zaboniyalar uni temir zanjirlarga bog'lab, sudrab olib ketishadi. Yuzi bilan sudragan holda. U aytadi: "Qani edi menga kitobim berilmasa edi? Mening hisob kitobim qandayligini bilmasam edi? Qani edi bu dunyodagi o'lim oxiri bo'lsa? Mol-u mulkim meni saqlab qolmadi. Mening sultonim ham halok bo'ldi. Oxir oqibatda esa tutinglar uni va kishanlanglar uni. So'ngra jahannamga solinglar uni." Bu kun barcha odamlar jamlanadigan bir kundir. Bu kun hamma shohid bo'linadigan kundir. Bir yuzlar oqaradigan, boshqa yuzlar qorayadigan kun. Bir guruh jannatga va boshqa guruh jahannamga. Qanday ajablanarli. Agar odamlar tafakkur qilsalar edi, agar qalblarini hisob-kitob qilganlarida anglagan bo'lar edilar. Dunyoni tarozida tortib ko'rilsa, albatta dunyo ular uchun shunchaki arzimas narsa ekanligini tushunib yetar edilar. Agar sening maqsading najot topish bo'lsa, unga eltib boradigan asos kerak va to'g'ri yo'lda sobit qadam bo'lganlar tez orada o'z maqsadlariga erishadilar. Bilginki, Alloh senga rahim qilsin. Hisob-kitob kuni Alloh avvalgilarni ham va oxirgilarni ham yig'adi va insonning o'limidan so'ng uning qiyomati boshlanadi. Inson vafot etishi uning kichik qiyomati bo'ladi. Shunday ekan, qani tayyorlan. Bu kun kelishidan oldin unga tayyorlan.